Bugungi kunda poytaxtimizda mahallalarda huquqbuzarliklarni oldini olish, jamoat tartibini saqlash va fuqarolar osoyishtaligini ta'minlash maqsadida keng ko'lamli tashkiliy va amaliy ishlar olib borilmoqda. Toshkent shahar Ichki ishlar bosh boshqarmasi boshlig'i tashabbusi bilan mas'ul rahbarlar poytaxtning turli hududlaridagi mahallalarga biriktirildi. Jumladan Toshkent shahar qo'riqlash boshqarmasi boshlig'i Olmazor tumanidagi universitet mahallasiga mas'ul etib belgilandi. Shu asosda mahalla atroflicha o'rganilib, fuqarolar xavfsizligini mustahkamlashga qaratilgan qator ishlar amalga oshirildi. Aholi gavjum joylarda zamonaviy video kuzatuv kameralari o'rnatildi. Ular orqali jamoat tartibi muntazam kuzatilib, huquqbuzarliklarning vosita maxsus tashkil etilgan mobil shtab orqali nazorat qilinmoqda. Hududda qo'shimcha patrullik naryadlari tashkil etilib, faol xizmat olib bormoqda. Bu esa mahallalarda osoyishtalikni ta'minlash, aholining xotirjamligini oshirishga xizmat qilmoqda. Ushbu tashabbuslarning asosiy maqsadi aholiga osoyishta hayot kechirish, xavfsiz muhit yaratish, fuqarolarning davlat va huquqni muhofaza qiluvchi organlarga bo'lgan ishonchini mustahkamlashdir.